Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Sparkimiz malyarka ishlari bo'lib qolyapti-da. Xudo xolisa ishida zazorlari. Karnizda ham o'zini tortib qolindi. Xohlasa choklari chiroyli bo'lgan. Endi bunga bitta kraskani chiroyli qilib sepsak, xudo xohlasa o'zini svetidaqa chiqadi. Karnizlari ana kirib ketganda ancha videoda ko'rsalaring. Xudo xohlasa o'zini qildi, alishmadi karnizi. Bitta eshigi alishdi, eshigi ham rabochiy qo'yilyapti, yangi bas eshigi. Shuni ham o'zini xudo xohlasa chiroyli qilib qilinyapti. Yon tomondan qarasalaring ham bir xilda. Hali joyi mana petno bo'lyapti, kichkina joyi. Beti ham kirib ketgandi. Xudo xohlasa kuzatib turinglar. Kraska sepilgan jarayonlarini qo'yaman. Ko'rib baho berasizlar. Bunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Toshkent Bitay Kuriyda oldi.